Navoiy deganda quloqlarimga uzoq asrlardan bir nido kelur. Navoiy deganda gulbog'larimga qahraton qishda ham xush samo kelur. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun mumtoz adabiyotimizning asoschisi, g'azallar mulkining sultoni, mutafakkir va davlat arbobi Mir Alisher Navoiy bobomizning 584 yoshlarini nishonlash uchun mana kichik bir darsda o'tiribmiz. Qani kim aytadi? Alisher Navoiy nechanchi yil va qayerda tavallud topgan? Ozgina bir savol-javob qilamiz. Mir Alisher Navoiy 1441 yil 9-fevralda Gerot shahrida tug'ilgan. Navbatdagi savolimiz, Alisher Navoiyning nechta g'azali bor? Alisher Navoiyning 3000 dan ortiq g'azali bor. Mayli, yaxshi turibdi. Alisher Navoiyning g'azallar soni 2600 ta. Hali mumtoz adabiyotimizda bunchalik ko'p g'azal yozgan shoir bo'lmagan. Alisher Navoiy rekord qo'ygan desam ham adashmayman. Shuning uchun ham Alisher Navoiyni adabiyotda g'azallar mulkining sultoni deb bejizga atamaymiz. Yaxshi bolalar. Endi mana navbatdagi savolim, Alisher Navoiyning ikkinchi buyuk asari, bu uning qaysi asari? Hamsa asari. Qani kim aytadi, Hamsa asari nechanchi yillar davomida yaratilgan? 1483 va 1485 bolalar. 2 yil muddat ichida Alisher Navoiy o'zini qaysi asarni yaratgan ekan? Hamsa asari. Eng buyuk Hamsa asarini yaratgan. Avvalambor Hamsa asari haqida gapirishdan oldin ozgina ma'lumot bermoqchiman. Hamsa arabcha so'z bo'lib, o'zbekchasiga beshlik degan ma'noni bildiradi. Sababi Hamsa asariga Navoiyning nechta dostoni kiritilgan? 5 ta dostoni kiritilgan. Sanaymiz. Hayratul Avlo, Farhod, mana shu 5 ta doston Hamsa asarini ichida mujassam bo'lgan. Juda yaxshi bolajonlar. Endi men keyingi yana navbatdagi savolim. Alisher Navoiy siz yaxshi bilasiz, yoshligidan juda zukko, dono, xotirasi juda kuchli bo'lgan. Alisher Navoiyni 4 yasharligida yod olib olgan eng buyuk asar qaysi asar edi? Yana balkim Mantiq Tayr asari. Yaxshi. O'tiringchi. Buni muallifi Farididdin Attor. Demak, eng buyuk shoir Farididdin Attorning Mantiq Tayr asarini Alisher Navoiy 4 yasharligida yodlab olgandi. Va bundan qattiq tashvishga tushgan ota-onasi bu kitobni bekitib qo'yishga majbur bo'lishdi. Sababi Alisher Navoiy juda ham xayolparast, odamlarga uncha qo'shilmaydigan bo'lib qolgandi. Bu asarning ma'nosini men aytadigan bo'lsam, o'zbekchasiga qush tili deb tarjima qilinadi. Alisher Navoiy ko'proq tabiatda shu qushlar bilan gaplashadigan odat chiqarib olgani uchun ota-onasi bu kitobni yashirib qo'ygan. Lekin buni yashirib qo'yish befoyda edi. Nima uchun? Sababi butun boshli kitobni Navoiy yodlab qo'ygan. Bundan ko'rinib turibdiki, Alisher Navoiy juda ham xotirasi kuchli, iste'dodli inson, shoir bo'lgan. Siz yaxshi bilasiz, Alisher Navoiy buyuk tarixchi Ali Yazdiyning nazariga tushgan shoir bo'lgan. Yoshligida tarixchi Ali Yazdiy Alisher Navoiyga juda yuksak baho beradi. Ayniqsa Alisher Navoiy 12 yasharga yetganda tojik shoiri 90 yoshlarni qoralab qo'ygan Mavlono Lutfiy Alisher Navoiyga yuksak baho beradi. Qaysi g'azaliga deb o'ylaysiz? Qaysi g'azalni eshitgandan keyin unga yuksak baho berganda 12 yasharligida yozgan. Qaysi g'azal edi? Orazim yapqoch ko'zimdan sochilur har lahza yosh, bo'ylagim paydo bo'lur yulduz muhon
bo'lg'och quyosh deb boshlanuvchi g'azaliga Mavlono Lutfiy shunday deydi: agar mumkin bo'lganda edi, men o'zimni Forsiy va Turkiyada bitgan 14 ming misradan iborat jamiki asarlarimni shu birgina g'azalga almashtirgan bo'lar edim deydi. Albatta bu keksa shoir Lutfiyning bu gapi 12 yoshli Alisher uchun bu juda ham yuksak baho edi. Demak, Alisher Navoiy nihoyatda iste'dodli, qobiliyatli ijodkor edi. Uchun sizga yana bir narsani aytib o'tib ketaman. Hamsa asari 64 ta tilga tarjima qilingan. Nechta tilga? 64 ta tilga tarjima qilingan. Endi o'z-o'zidan bolalar savol tug'iladi. To'g'rimi yo noto'g'ri meni aytasiz? Faqat Navoiy yozganmi Hamsa, boshqa shoirlar yozmaganmi degan savol tug'ilishi tabiiymi yo tabiiy emasmi? Tabiiy. Hamsa yozishgan. Birinchi bo'lib Hamsa yozgan shoir bu ozarbayjonlik Nizomiy Ganjaviy. Kim ekan? Nizomiy Ganjaviy yozgan birinchi bo'lib. Ikkinchi Hamsa asarini hindistonlik Xusrav Dehlaviy yozgan. Kim yozibdi? Xusrav Dehlaviy. Uchinchisini tojik shoiri Abdurahmon Jomiy yozgan. Kim yozibdi? Abdurahmon Jomiy. Va to'rtinchi Hamsa asarini o'zbek shoiri hamma aytadi Alisher Navoiy yozgan. Demak, Alisher Navoiy o'zidan oldingi shoirlarning an'anasini davom ettirgan holda o'zining buyuk Hamsa asarini yaratadi. Mana oradan yillar, asrlar oshib, bu asarlar hali ham o'lmaydi, hech qachon abadiyatga yozilgan asarlar bular. Alisher Navoiyning ikkinchi yirik asari bu Chordevon asari. Qaysi asar ekan? Chordevon. Chordevon degani yak, do, se, chor. 4 devon degani. Uning ichiga mana hozir meni o'g'limiz aytgan 2600 ta g'azal mana shu Chordevon asarida jamlangan. Shuning uchun ham Alisher Navoiy eng ko'p g'azal yozganligi uchun ham g'azallar mulkining sultoni deb bizga aytmaymiz. Alisher Navoiy kecha kelgumdur devon. Kecha kelgumdur devon, ul salvigur ruh kelma. Ko'zlarimga kecha tong otguncha uyqu kelmadi. Lahza chiqdim-u ketdim yo'lda intizor. Kimga qon og'zimga-yu ul sho'g'batxu kelmadi. Ul pari va hajridinki yig'ladim devona bor. Kimsa bormi kim anga ko'rganga kulgu kelmadi. Ko'zlaringdan necha suv kelgandek o'ldirmang meni. Kim bor qon anga erga bu kecha suv kelmadi. Yasha. Ofarin. Juda ham chiroyli she'r o'qidi. Barkamol. Qani ruboiylardan ham bilamizmi? Kim aytadi ruboiylardan? Qani? Zarina. İşlenmişçi. G'urbatda g'arib shodumon bo'lmas emish, el anga shafiq va mehribon bo'lmas emish. Oltin qafas ichraga qizilgul bitsa, bulbul g'atkonday yashamas. Yaxshi, o'tiringchi. O'quvchilar g'azallar shunaqa aytish kerakki, mana o'tirishibdi bilishadi. Qo'shig'i istak qanaqa maza qilamiz, a? Zo'r qo'shig'i istak. Hammamiz hatto o'rnimizdan turib o'ynab boramiz, to'g'rimi? Nima uchun o'sha qo'shiq juda ham chiroyli, maromiga yetkazib aytilganki, meni yuraklarni nima qiladi, larzaga keltiradi. G'azali ham, ruboiy ham shunaqa zo'r o'qish kerakki, xuddi qo'shiq bo'lib ketsin. O'tirgan odam maza qilib eshitish kerak. Uning uchun adabiyotda endi siz rus sinf bo'lganingiz uchun balki bu narsa o'tilmaydi. O'zbek sinfda hozir o'tilyapti shu narsa. Adabiyotda vazn degan narsa bor. Baxil degan narsa bor. Vazn bu adabiyotda barmoq vazni, aruz vazni, hop, yana erkin vazn hamda qo'shma vazn bor. Shoirlarimiz shu vaznlarda ijod qilishadi. Asosan hozir barmoqda ijod qilishadi. Endi aruz vazni deyamiz. Aruz vazni juda murakkab vazn. Aruz vaznida ko'proq g'azallar yoziladi. Mana Navoiyni, Boburni, Nodira Begimni g'azallari hammasi aruzda yozilgan. Ko'p yillar davomida taniyman. Meni maktabdagi eng yaxshi ko'rgan ustozlarimdan biri bo'lganlar
Ustoz umringiz uzoq bo'lsin. Doim shunday yosh ko'rining. Mana bizni yoshligimizda ham ustoz xuddi shunaqa ko'rinishda, shunaqangi go'zal, shunaqangi qalbi daryo ayol edilar. Mana hozir ham xuddi shundaysiz. Men ustozni necha yil, mana 4-sinfligimdan boshlab 5-sinfdan bag'riga taniyman. Necha yil bo'ladi mana? Hisoblab ko'rasizlar. 40 yil bo'ldi. Ha, sizni faoliyatingizga 40 yil bo'ldi. Men maktabni bitirganimga 15 yil, 16 yil bo'ldi-da. Endi hisoblaylik, 20 yil, 25 yillarni men ustozni taniyman-da, to'g'risi. O'sha paytda ham darslarni shunaqangi chiroyli o'tardingiz. Bizga juda ham motivatsiyalarni berardilar. Avvalambor qimmatli vaqtingizni ayamasdan kirganingiz uchun sizga katta rahmat. Doim sog' bo'ling. Bundan vaqtdagi ma'naviyat soatlarimizga ham albatta taklif qilamiz. Bularni nafaqat bilim, balki hayotga ham tarbiyalash uchun sizlar ustozlarimiz ko'payaversin. Rahmat ustoz. Doim Rahmat sizga muallim. Berdingiz bizga ta'lim, darsingiz uchun rahmat. Doim bo'ling salomat. Rahmat.